بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, Alloh azza va jalla mo'min bandalarini iymonlariga quvvat baxsh etish va o'z yo'lini haq ekanini ko'rsatish uchun hamma zamonlarda ham o'zining mo'jiza alomatlarini ko'rsatib boradi. Yerda odamzod hayot kechirishni boshlagan paytdan beri unga hamroh bo'lib kelayotgan iymon va islom o'zining necha ming yillik tarixi davomida juda ko'plab qarshiliklarni, qattiq qiyinchiliklarni, ta'ziqlarni yengib o'tishga to'g'ri kelgan. Har gal tarixni ko'radigan bo'lsak, musulmonlar yashagan davrlar, o'sha davrda yashagan payg'ambarlarga iymon keltirgan mu'minlar qalbidan joy olgan iymonni zaiflashtirishga emas, balki uni kuchaytirishga, yagona haqiqat shu iymon va islom ekanini namoyish etishga, u yo'lda yangi do'stlarni, mu'minlarni paydo bo'lishiga xizmat qilib kelgan. Har gal qarshilik ularni oshishiga sababchi bo'lgan. Shuning uchun ham iymonni doimo Alloh azza va jalladan asrab avaylash, Alloh azza va jalla yo'lida haqiqiy mu'min bo'lib qolishligimiz uchun Alloh taologa iltijolar qilib bormoqligimiz kerak. Shuning uchun qadim zamonlarda bo'lib o'tgan o'sha mu'min musulmonlarning hayotlari, ularning hayotlarida bo'lgan sinovlarni bizga qissa qilib Qur'oni Karimda Alloh bergan. Qur'ondagi keltirayotgan qissalardan ko'zlangan maqsad ham aynan mana shudir azizlar. Qur'oniy qissalar suhbatimizni davom ettirib, bugun Qur'oni Karimdagi Ashobi Kaf qissasini siz azizlar bilan gaplashamiz. Bu qissa ham juda katta mo'jizalar, ajoyib va g'aroyib hodisalarning yuz berishiga sabab bo'lganligiga guvoh bo'lamiz. Biroq shuni ta'kidlash lozimki, Qur'oni Karimda ham, sahih hadislarda ham Ashobi Kaf, ya'ni g'or sohiblari qissasi to'liq tafsilot bilan kelmagan ekan. Bu haqda tafsir kitoblarida zikr qilingan rivoyatlar asosan islomga kelgan ahli kitoblardan va Isroiliyot deb ta'riflanadigan hikoyalardan olingan ekan. Tabiiyki odamlar Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan voqea haqida ko'proq bilishlarni xohlaydilar. Bundan esa musulmonlar o'zlarini iymonlarini yanada mustahkamlash, Qur'ondan yanada ko'proq ibratlar olishni maqsad qiladilar. Ammo sahih rivoyatlar bilan kelmagan tafsilotlarga o'ta chuqur kirishib ketish, to'qima afsonalar paydo bo'lishiga va tarqalishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bunday narsalardan o'zimizni ehtiyot qilamiz. Biz azizlar, sizlarga qissalar aytar ekanmiz, qissalarga bo'layotgan munosabatimizni shunday qilyapmizki, bu asarlardan yengil-yelpi sakrab o'tib ketishni ham xohlamaymiz.